Yerdagi har bitta qabrni tilovat bilan o'tkazadi. Mehmonlar yaqinroq kelaveringlar, soyada. Bu arqadan kelganlar quyoshda turib qolmasin, yaqinroq, yaxshilab e'tibor bering. Az mehmonlar har bir qabr tilovat bilan o'tkazilib, bundan oldingi eski masjid 16-asr yarmida Shayboniylar sulolasidan bo'lgan. Buxoro xoni Abdullaxon tomonidan qurilgan. Mana endi tarixini gapiramiz. Yaqinroq kelamiz mehmonlar. Imom Buxoriy Melodi 810-yili Buxoroni Qorako'l tumani Toykent deb atalgan bir qishlog'ida ziyolilar oilasida tavallud topadi. Bu kishiga Muhammad deb ism qo'yildi. Qarangki, ismi Muhammad, otasi Xo'ja Ismoil savdogar bo'ladi. Onasi esa Qur'onni yod olgan o'ta ilmli ayol bo'lgan. Imom Buxoriyning bittagina Ahmad ismli akasi bo'lgan. Az mehmonlar, biz Imom Buxoriy deymizda, bu Buxorolik imom degan ma'noni bildirgan. Birovlar Al-Buxoriy deydi. Ikkovini ham aytadi. Bu Buxorodan degan ma'noni bildiradi. Imom Buxoriy, ya'ni Muhammad 2 yoshida ko'zlariga shikast yetib, 2 yoshida bu insonni ko'zlari ojiz bo'lib qoladi, ko'rmay qolgan. Ota-ona Muhammadni tabiblarga ko'rsatdi, tabiblar davolab bo'lmasligini aytadi. Oradan 2-3 yil vaqt o'tib, Imom Buxoriy 4-5 yoshlar chamasi bo'lgan. Bir kuni onaizor har galgidek yarim kechasi tahajjud namozini o'qib, joynamoz ustida soatlab duo qiladi. Qarang, onaning ko'zlari o'sha joynamoz ustida uyquga ketar ekan. Ona bir tush ko'radiki, tushlarda Ibrohim alayhisalom ayon beradi. Ey volida, seni Allohga qilgan duolaringni Alloh mustajab qildi. Ona qaraydi, 2 yoshida ko'zi ojiz bo'lgan Muhammad 4 yoshida bu yorug' dunyoni ko'ra boshlagan edi. Mana bu tomondan o'tish foydasi yo'q, o'tib ketib qolmang mehmonlar. Qabrini ko'rib, men hozir u yerlarda ham oxirida suhbat qilib ko'rsatib tushuncha berib o'taman. Az mehmonlar qarang, 2 yoshida ko'zi ojiz bo'ldimi? 4 yoshida Alloh ko'zlariga onaning duo iltijosi tufayli nur berdi. Imom Buxoriy Buxoroni oddiy madrasasida o'qidi. Bu inson 7-8 yoshlarda butun bir Qur'oni Karimni yoddan bilgan. Azlar Imom Buxoriy 7-8 yoshlarda qori bo'lgan. Imom Buxoriy 10-11 yoshida 70 mingdan ziyod hadisni yoddan aytib bera olgan. Lekin Imom Buxoriy yosh bola paytida otadan ajragan. Ota vafot etgan. 16 yoshga yetgach bu insonning ilmi shu darajada bo'lgan. Qarang, bitta kitobni bir marta o'qiydi, bitta kitobni yodda saqlab qolish qobiliyat bo'lgan. Az mehmonlar, Imom Buxoriy 16 yoshlarida Ahmad ismli akasi onasini olib haj ibodati uchun Makka ga boradi. Haj ibodatini qiladi. Makka Imom Buxoriyga juda yoqib qoladi. Imom Buxoriy onasiga aytadi: "Onajon, men mana shu Makkada qolib, payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamni muborak hadislardan to'plasam" deb 16 yoshli Muhammad arab davlatlarida qoladi. Qarang, o'sha qolishda bu inson 40 yildan ziyod vaqt arab davlatlarida bo'lgan. Imom Buxoriy Kufada, Qohirada, Misrda, Makkada, Madinada, Hijoz eng ko'p yashagan joyi Makka bilan Madina bo'lgan. Az mehmonlar, Imom Buxoriy arab diyorida 40 yildan ziyod vaqt yurdi. 600 mingdan ziyod hadislarni to'playdi. Ular ichidan 7275 ta sahih hadislarni ajratib, ularni kitob shakliga keltiradi. Arablar Imom Buxoriyni imtihon qiladi. Bu imtihon Bag'dodda bo'ladi. Qarang, 9-asrlarda Bag'dod ilm markazi bo'ladi-da. Bag'dodda dunyoning eng mashhur 10 ta muhaddis olim 10 tadan 100 ta hadisni isnodini almashtirib deydi. Azlar, bu isnodi degan so'z hadislarda kelib chiqish tarixi degan ma'noni ham bildiradi. Isnodini almashtirib, xalq oldida Imom Buxoriydan hadis so'raladi. Qarang, har bir hadis aytiladi, Imom Buxoriy tinglaydi, javob qaytarmaydi. 100 hadis aytiladi. O'shanda xalq orasidan bitta ikkitasi aytadi: "Sizni butun mashhur deb eshitganmiz. Bironta ham hadisning isnodini ayta olmadingiz." Imom Buxoriy birinchi muhaddisga qarata aytadi: "Siz aytgan hadis isnodi mana shunday, qarang. Kim qaysi hadisni aytgan, egalariga to'g'rilab aytadi-da, arablar oddiy qilib aytaylik, butun tan berdi" deydi. Qarang, Imom Buxoriyda az mehmonlar yodda saqlab qolish qobiliyati o'ta darajada baland bo'lgan. Az mehmonlar, e'tibor bering. Imom Buxoriyning yoshligida bitta kitobni bir marta o'qib, yodda saqlab qolish qobiliyati bo'lgan. Bitta kitobni Imom Buxoriy arablar Imom Buxoriyga Imom dunyo,
butun dunyo imomlarini imomi, hadislar ilmini buyuk sultoni degan unvonni berdi. Aziz mehmonlar, 16 yoshida arab diyoriga borgan Imom Buxoriy 600 mingdan ziyod hadislarni to'plagan. Arkadagilar sal yaqinroq kelaylik. Qarang, ular ichidan 7275 ta sahih hadislarni ajratib, ularni kitob shakliga keltirdimi? Arablar butun unvonni bergandan so'ng 16 yoshida arab diyoriga borgan Imom Buxoriy 58 yoshlarida vatani Buxoriga qaytadi. Buni eshitgan Buxoro xalqi Imom Buxoriyning oyoqlari ostiga 8 kilometrgacha poyandoz to'shaydi deydi. Qarang, xalq juda yaxshi kutib oladi. Imom Buxoriy arab diyoridan kelishligini. Imom Buxoriy qaytib kelganda onasi ham, akasi ham olamdan o'tgan edi. Imom Buxoriy bolaligida otadan ajragan. Qarang, bu inson butun Buxoro xalqiga ilm o'rgatdi. Buxoro xalqi bu insonni juda hurmat qildi. Bu ko'pchilikka yoqmadi. O'sha yerda Buxoroning amiri Xolid ibn Ahmad Zuhali Imom Buxoriyni chaqirdi. Sen deydi xalqqa emas, kelib faqatgina bizni farzandlarimizga ilm o'rgatasan deganda, Imom Buxoriy shunday hadis aytadi. Beshikdan to qabrgacha ilm izlanadi amirim. Farzandlaringizga ilm kerak ekan, madrasam eshigi ochiq kesin. Lekin meni saroyga borish niyatim yo'q. Aziz mehmonlar, qarang, hozir qabr ochilishga ozgina qolyapti. E'tibor bering, men soat qarab tushuntirayman.